Assalomu alaykum aka-ukalar, deganlar. Mana xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasini Mo'ynoq shahriga ham yetib keldik. Mana haqiqiy cho'l, haqiqiy qumli yer. Mana shu ukam bilan bir maslahat qildik. Yodgorjon, men Andijonga qaytsam, Andijonda bir Rishtonlik Asror Hoji aka degan akamiz bor, bir tuyani bermoqchi. Shu tuyani yoniga shu tuyani qo'shib, xullas ikkita tuya olib ketmoqchi bo'lyapman endi. Andijonga borib, narigi tuyamizni boshini yuklab, olib kelib, bu tuya bilan birga qo'shib, Saudiya Arabistoniga olib ketishimga nima deysiz? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Mana shu tuyamga men kelgunimcha eshaklarga qarab turasizmi? Men borib olib kelaymi? Qarab turaman. Andijonga borib olib kelayman shu tuyani. Farg'onaga boraman Rishton shahridan. Yana bitta tuyani olib, dokumentlarni rostlab chegaraga keldik-da mana o'zi. To'g'rimi? Shunday ikkita tuya bilan o'tib ketsam. Shuncha qiyinchilik bo'lgan yarasha, to'g'rimi? Mana xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasida tamojiga yaqinlashib qolganmiz. Mana bu ukam meni tuyamni boqib berib turadigan bo'ldi. Men Andijonga borib dokumentlarni tayyorlab Rishton shahridan kelishdi. Xudo xolasa yana bitta tuyani olib bu yerga kelaman-da, ikkala tuyani bitta mashinaga shunday yuklaymiz furaga. Saudiya Arabistoniga olib ketamiz. Alloh nasib qilsa. Asror Hoji akamiz mana yana bitta tuya beraman dedi. Rishtonlik tuya sutlari bor, 3 posti yetmasdan tuya sutlarini sotadigan Asror Hoji akamizga rahmat. Ikkita qilib olib keting deyapti tuyani. Xudo xolasa mana Rishton shahriga qarab yo'l olamiz inshaalloh, dokumentlarimizni tayyorlab. Xudo xolasa ikkita tuya bilan keyin yo'lga chiqamiz. Ungacha shu ukam tuyaga qarab turadi.